Barcha O'zbekiston fuqarolariga tezkor xabar. O'zgidromet agentligi avgust oyida kutilayotgan 1 oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. So'nggi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar videorolik oxirida 50 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat! O'zgidromet 2026-yil avgust oyi uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, oy boshidan respublika bo'ylab juda issiq va quruq ob-havo kuzatiladi. Oy oxiriga kelib esa harorat asta-sekin pastlashi kutilmoqda. Mutaxassislar qayd etishicha, avgust oyida o'rtacha oylik harorat iyul oyiga nisbatan 1,5–2,5 daraja past bo'ladi. Biroq oy baribir yilning eng issiq oylaridan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekistonda avgust oyida respublikaning katta qismida maksimum harorat 35–37 daraja, cho'l hududlarimizda esa 38–40 darajani tashkil etadi. O'zgidromet prognozlariga ko'ra, avgust oyi quruq va biroz issiq ob-havo bilan boshlanadi. 1–2 avgust kunlari havo harorati respublikaning aksariyat hududlarida 38–41 darajagacha, janubda va cho'l hududlarda esa 42–43 darajagacha ko'tariladi. Prognozlarga ko'ra, oyning oxiriga kelib O'zbekiston hududlaridan nisbatan salqin ob-havo kirib kelishi mumkin. Natijada kunduzi harorat asta-sekin 25–30 darajagacha pastlaydi. Kechalari esa 24–27 darajagacha. Ikkinchi oyning yarmida 17–22 darajagacha. Avgust oxiriga kelib 12–15 darajagacha pastlab ketishi prognoz qilinmoqda.